Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizni ashaddiy muxlislarimiz. Bugun ham sizlarga do'stlar Spalning garnitur olmoqchi bo'lganlar uchun juda ham zo'r ishlab chiqarilgan premium klassdagi rossiyskiy laminatda ishlangan, juda ham sifatli bo'lgan Spalning garniturlarni eng optim joyiga birinchi qo'l usta tomonidan ishlab chiqarilgan optim joyiga yetib kelganmiz. Bugun ham xudo xolasa do'stlar, narxlar arzon bo'ladi. Ancha-muncha ustalarning ishidan ham ko'ra narxlarni arzon qilib beramiz deb usta bilan kelishdik. Qudratullo ishlarini bilasizlar, kanalimizga juda ko'p videolarni joylayapmiz. Nima uchun? Ishi chiroyli bo'lgani uchun, sifatli bo'lgani uchun, xalq olib maza qilayotgani uchun Qudratullo bilan birgalikda ishlayapmiz. Xudo xolasa do'stlar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsanglar, ketgan vaqtlarga achinmaysizlar. Mana shu komplektlarimiz do'stlar, oladiganlar bo'lsa marhamat, maza qilib oladigan, maza qilib foydalanadigan ishlarni aynan sizlar uchun tavsiya qilamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz ham tayyormiz. Bugungi video obzorimizni boshladik. Usta Qudratullo, ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga charchamay. Ishlarga omad, ukaxon, ishlar zo'r, gap yo'q. Har doimgidek go'zal, xalqqa ma'qul kelyapti xolasa. Bugun ham endi bir chiroyli ishlarni bir xalqqa ko'rsataylik. Aka, xudo xolasa, chiroyli, go'zal, o'ziga nisbatan puli arzon ishlarni xalqqa ko'rsatishni boshlaymiz aka. Gap yo'q. Birinchi o'rinda sifatiga pul ishoradi, xudo xolasa. Yozilgan nomerlarni birinchi aytib qo'yamiz. 91 065 67 00 raqamga telefon qilish orada. Telegram, WhatsApp ham bor? Yo'q, WhatsApp yo'q, faqat Telegram bor. Telegram istoriyada katalogi bor. Bir 50 xil 60 xil mebel katalogi bor aka. Birinchi qo'l ishlab chiqadi sex. Dolizni qilib, olib borib dastlab ustonovga besplatniy va'da bo'lib, Voha Toshkent kelishli holatda upuqobga qilib olib borib beramiz. Toshkentga olib borib yig'ib ham bera olamiz. Kelishli holatda ozroq pul ko'rsatadi xolos. Gap yo'q. Xo'p. Shundan boshlayveramizmi birinchi? Xo'p, bundan boshlayveramiz aka. Razmeri shkafnik 2.1, bo'y 2.10. Mana ko'rishingiz mumkin aka, bu tarafi muskoy. Shimiladigan sushilkalar qilingan, chekalari plastmassa xiromka, materiallar rossiyskiy laminat aka. Chizilmaydi, qirilmaydi. Xudo xolasa o'ta go'zal qilib ishlangan. O'rtalari polka qilingan, tepalarida seyflari bor aka. Seyflarning ishlari ham chuqur qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q. Aka, o'rtasi ham 50. Ko'pchilik 50 deydi, ikki oyog'ini aytadi, o'rtani aytmaydi. O'rtani 40 qilib qo'yadi. Bu model o'rtasi ham 50 aka. O'rtasi ham 50. Ha, masalan, usti osh tanlasa ham ikki qator usti osh bemalol chiqaradi. Masalan, eshikka tegib qolib, bunaqa muammo bo'lmaydi. Endi bunisi jenskiy tarafi, ro'moliladigan tepada jenskiy. Shkafimiz 3 ga ajraydi. Mana bu ikkita eshik, o'rtani ajraydi. Streshkiran bo'shaydi, uyga olib kirib chiqqani qulay. Xullas uyga olib kirish qiyinchilik tug'dirmaydi. Termosning razmeri 1.25 ga, bo'yi 1.80. Oynalari, podsvetkalari sensorli. Ko'rishingiz mumkin, parxomeriga aldini qilib bo'lib qo'yganmiz aka. Tilla buyumlar solib foydalansa ham bo'ladi. Davchi mexanizm mana o'zi tortib oladi. Usti ham oyna qilib ishlanganlik. Parxomeri qo'ysa ham usti oyna. Artishga oson ekan, qoraroq oyna qilingan. Sababi ancha-muncha narsa qo'yganda o'ziga shulas qaytib turmaydi. Gap yo'q. Plastmassa xiromka ruchkalari temir originaldan qo'yilgan ekan. Plastmassa emas. Yo'q, mana aka temir. Temir ruchka qo'yilgan. Tushunarli. Xo'p, tumbalarning ichlarida polkalari bor. Podsvetkalari ham o'ziga moslab, bu qora ruchka qora podsvetka bo'lgan. Havas bir-biriga moslab qilingan. Bosh tomonda ham materiallari chachali material. Ichlari machalkasi ham uchli machalka otilgan, matraslar ortopedskiy. Mana aytganimdek, 3 yil kafolat sertifikat qog'ozi bor ekan. Uyning manzillari sertifikat qog'ozi. Dahshat. Xo'p. Endi taraf tumbasini ko'rsatib beramiz. Polkali qilib ishlangan ekan, pipe aytganimdek. Paypali qilingan. Uyda qo'yganda, masalan, ko'pchilik oddiy kupayada qo'yganda uyda bagatli turmaydi. Bu bagatli chiroyli turadi. Bu Istanbul modeli, hozir bu kallani fasoni moda bo'lyapti. Avvalo moda bo'lgan ishlarni xudolig'iz qilib sotamiz. Tirmoyda keyin g'aladonni aytmabmiz. Tayda ham ikkita g'aladoni bor. Keyin stolchiga ham bor. Stolchiga ham zo'r chiqib qo'yibdi lekin. Stolchiga ham yumaloq qilib, yanlari moshi material qilib ishlangan. Ancha-muncha hali dog' bo'lsa, archa ketaveradi salfetga. Ha, gap yo'q. Endi aka, bu modelimizning narxi vodiy bo'lib, dastlabki ustonovkasi ichida 8,5 million so'm. Endi bunisi yetmaganiga katta qilib bonus qilib bo'lganmiz aka. Bonusiga nasosi bormi? Ha, nasosi bor. Mana shu naturdan Liboy ustadan telefon so'rasa 300 ming so'mga qo'yib beraman dedi. 300 ming so'm biz bonus 8,5 million so'mga qilib qo'yganmiz. Dahshat, gap yo'q. Matraslari ortopedskiy 3 yil kafolatli aka. Go'zal. Xo'p. 8,5 millionga vodiy bo'lib, dastlabki ustonovkasi ichida boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Xohlagan rangidan qilib bera olamiz. Telegram istoriyadan
boshqa fason tanlab buni rangi yoqdi menga, bunga qilib bering desa, aylantirib rangini qilib bera olamiz. Gap yo'q. Xo'p, boshqa ishlarimizni ko'rsatamiz. Bor aka. Qudratullo buni ham zo'r chiqarib qo'yibdi, ranglariga, umuman sifatiga gap yo'q. Keyin hadeb ruchkasini maqtayapmiz, bunda ruchka ham qilinmagan qizg'a. Bu qanday ochiladi bu? Bu aka mana Haytekka o'xshab qilingan. O'yib, ichiga plastmassa PVH quyilgan aka. Ha. Mana ko'ryapsizmi? Plastmassa fabrikli narsa olgan odamlar uchun. Gap yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin, yopganda ham haligi ruchkasi sinib ketdi, tushib ketdi degan narsa bo'lmaydi unda. Ha, bunda unaqa narsa yo'q. Yo'q, bunda unaqa narsa yo'q. Xo'p, buni ham endi bir chekana shkafidan boshlaymiz. Har doimgidek razmer 2.40, eni 2.10 bo'yi. Buni ham oynalari mana aka chizilgan, monga kombinatsiya qilib. Oddiy bo'lib qolmasin deb chizilgan aka. Dahshat. Keyin bir chekanadan boshlaymiz. Bomba tarafini ko'rsatib beraylik. Tepaga aka. Oho, bu yer topmalar qo'shimcha qilinibdi. Kamar, masalan, yengil ustuvor qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Shimilgani yana отдельный qilingan. Gap yo'q. Tepaga kostyumlarga, futbolka mana futbolkalar bemalol qo'ysa bo'laveradi aka. O'rtasi pondip polka mana aka. Tepada seyflari bor, Seyfigacha bor. Gap yo'q. mana aka stanovda chiqqan mana mashinasi, apparat yopishtiradi. Bizda isbot stanovda chiqishi ishi bu. Gap yo'q lekin. Bu tarafi jenskiy taraf. Ayollarga tepasi uzun o'yinlar qilingan. Taylarga mana noshkalar ham yerga tegib turadi. Chiqsiz ham chesa bo'lmaydi aka. Ha, gap yo'q. Masalan, haligi mustahkamligi, xudo xolisi zo'r qilib ishlangan. Shundan. Kelimoysining razmeri 1.30 eni, bo'y 1.80 aka, mana baland qilib ishlangan haligi. Qaraganingizda ham bemalol qulay qilib ishlangan, xudo xolisi aka. Tortmaning ichlari aka. Oh, topma ham zo'r. Aka biz narx sindirolmaymiz, sababi hammaning oladigan materiali bir xil. Rossiyskiy laminat ishlatadi ko'pchilik. Chekasida, kromkasida farq qiladi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda ishlatilgan davutchigida farq qiladi. Mana roliyni mana ko'ring-da aka. Qora yaxshi rolik qo'yganmiz-da. Ko'pchilik buni biz 28 mingdan olamiz bir donasini. Aha. 8,5 mingdan rolik bor, oq nijeveka. Ko'pchilik uyda buzilgan bo'lsa ham o'zi biladi, oq desangiz, yiltirab turadi. Bunaqa roliklar qo'ymaganmiz biz aka. Shuni hisobiga, yaxshisidan zo'ridan qo'ygan. Shuni hisobiga hali hammaning materiali bir xil, nimaga unda narx qimmat desa, shu yerlarda farq qilib qoladi. Ha, bo'ldi. Masalan, bu kromkani bir komplektga 1 millionlik ketsa, yamini masalan 30%ni fasadini PVH qilib, PVH deb aytib, ichini oddiy qog'oz dazmolla bosib qo'ysa, u chiqib ketadi. Shuni hisobiga bizda narxlar jicha qimmatroq, qimmat bo'lib, lekin qiladigan foydamiz kerak bo'lsa ulardan ozda. Lekin ishimiz xudo xolisa ertaga uyaltirib qo'ymaydigan ish. Ustilarga vodoyog'ni qilingan. Hali narsa qo'ysangiz bunga masalan birov e'tibor bermaydi, laminat qilib qo'yishni mana obzor qilib ketsa buni birov bilmaydi. Mana aka, ancha muncha narsa qo'yadi. Oq narsa urinmasin deb turib hali oq ishlatkisi keladi kimdir. Lekin bunaqa joylar ko'p narsa qo'ysa urinib tizilib ketmasligi uchun oyna qo'yib qo'yganmiz aka. Oynalar ham mana tagigacha yopishga sinmaydi. Buniki parfumeriyga ustini olib qo'yib ishlatsa ham bo'laveradi masalan. Artekan buni sut chiqadi. Shu ketadi parfumeriya ko'rinib turadi uni. Buniki parfumeriyasi yo'q, tortmay qilingan. Buni 4 ta tortmadan iborat aka. Ko'rishingiz mumkin. Keyin asosan chaklar aka. Ko'pchilik shuni yopsizmi? 3 chaki 3 xil turadi-da. Xudo xolisa chaklar o'ta mo'shti qilib ishlangan. Keyin oyoqlari ham mana temir oyoq aka. Ko'rishingiz mumkin, temir oyoq, podsvetkalari bor masalan. Xohlagan tomonga burib bo'laveradi, unimi? Xohlagan ishingizni qilib, masalan, kitob o'qigani yoki-da u joyga hech payt yaxshi olsangiz, xonani svetini o'chirsangiz, priyatni yonib turaveradi bu ham. Tushunarli. Istanbul kalla, buni ham kallasi moda bo'layotgan rangdan aka. Buni ham tumalarning ustilariga oyna qilib ishlangan. Mana stenoyda bosilganda tortmaning ichigacha ko'ryapsizmi aka? Plastmassa. Keyin buni matrasi haba ishlangan aka. Tellamaydi, oddiy sintetika emas, 17 qator 3 yil garantiya sertifikat qog'ozi bilan boradi. Eng katta bonus aka, kapot mexanizmi ham bor. Menimcha nasosli. Matras og'irligidan ham bilib qo'ysa bo'laveradi aka, sifatini. Gap yo'q. O'ta qulay qilib ishlangan. Ichlari ham 3 ga bo'lingan. Chuqurligi ham 27 sm ishlangan. 5-6 qavat usti-osh taxlasa bo'laveradi, bemalol. Gap yo'q. Xo'p, Qudratullo buni necha pulga beramiz endi? Buni aka xalqqa 8 million 800 ming so'mdan vodiy bo'lib dastlabki uстановkasi ichida. Boshqa viloyatlarga kelishiladi. Ha, boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda birinchi o'rinda sifatiga pul berishaveradi, xudo xolasa aka. Ishimiz o'ta sifatli,
o'ta go'zal ishlangan. Olib borgandan uyaltirib qo'ymaydigan eshak. Gap yo'q. Yana ishlarimiz bormi? Bor aka. Qudratullohning keyingi ishlariga ham o'tdik. Bu ham o'zgacha chiqqan, ranglari sochni zo'r rangda chiqqan, gap yo'q. Xo'p, boshlardik aka. Buni shkafi 2 kira, bo'y 2 bu ham xuddi shunaqa Muskojenskiy qilingan. Mana Muskov tomoni shimiladigan, tepaga kastimlari qilingan aka. O'rtasi polka, bu ham 50 sm polkani ichi chuqurligi ham aka. Rangi korishnevisdan so'raganlar, korishnevisdan ham bor, ichida seyflari bor. Gap yo'q. Bunaqa rangdan ham oldin qo'ymagan edik, mana yangilik qilib qo'yyapmiz do'stlar. Xudo xohlasa aka, qanaqa ish so'rasa shunisidan qilib olib chiqaramiz aka bozorga. Ha, xalq nimani talab qilsa imkoni bor. Ha. Mana aka, ichlari barq material qilingan, chekaradi, plastik qog'ozi, oynalarning orqalari yonib o'chadi aka. Juda chiroyli qilib ishlangan, keyin mana taylarda ham podsvetkalari bor buni tayda. Podsvetkalarigacha bor. Portlanadi ham davlat mexanizmi. Ha, chekalari ham mana aka, plastik qog'ozi, dushkasi ham mana temir qo'yilgan aytilganda. Stolchigi bor, moshi materialli. Buni razmeri 1.35 ga, bo'yi 1.70 sm ishlangan aka. Pandani jicha terim spanigini bosh tomondan Istanbul klubi hozir modul ekaniga o'tkazib qo'yganmiz. Bu ham podsvetkalari 100 billi aka, zarika qilsangiz bo'laveradi. Tumanning ichlarida polkalari bor, chekalari divaynoy, paypali, matraslar ortopedik 3 yil kafolatli. 3 yil garantiyasi bor. Mana ichida sofalari ham bor. Keyin faqat bu bola qimmat ish qo'yapti, 8 milliondan 6 million tepasida desa, 6 million 200 ming so'm ayaki pastafga qo'shib beradigan ishlarimiz ham bor. Telegram story'dagi. Mana polkalari, chekalari pohi, keyin materiali ham rossiyskiy laminat aka. Qirilmaydi, tizilmaydi. Gap yo'q. Endi buni ham aka bonuslari bor, xudo xohlasa. Qayda mexanizmlarigacha bor mana, sondolari. Qo'yilgan aka. Gap yo'q. Lekin ko'pchilikka lekin shu narsa ham ma'qul kelyapti Qudratullo. Mexanizm ha hozir ko'pchilikning uy-joy katta masalaga narsasi ko'p bo'ladi, qishki yozgi kiyim taxlab qo'ysa bo'laveradi. Agar bu kerak emas desa kimdir? Masalan, oshchi pulim yo'q unga desa, 300 ming so'm aytilgan narx hammasidan chiqarib yuboramiz. 300 ming so'm. Ha. Sofa sondolari bor buni ham. Sofa kerak emas desa necha pul chiqarib yuborasiz? Sofa kerak emas desa 300 ming so'm chiqib ketadi aka. Общий 600 ming chiqarib yuborsa bo'laveradi. Общий 600 ming aytilgan narxda chiqarib yuborsa bo'laveradi. Xo'p, buni necha pulga beramiz endi? Dastlabki ustunovkasi ichida 9 million so'mdan qilib beramiz. 9 million so'm. Shu turishi. Dastlabki ustunovkasi ichida. Endi agar mexanizm kerak emas desa, sofa sondon kerak emas desa 600 ming so'm chiqib ketadi. 8 million 400 ming so'm bo'ladi. 8 million 400 ming so'm bo'ladi. Hop, buni ham aytib beramiz aka endi. Shkaflari 2 ukra, bu ham xuddi shunaqa Muskojenskiy Jenskiy tomoni. Asosan shkaflar bir xil ishlangan, asosan polka qilib ishlangan aka. Talab shunga kuchli bo'lgani uchun. Bu tomonda shmiladiganlari bor. Bu modelimiz nisbatan ularga nisbatan arzonroq. Lekin endi sizga gapim isboti bilan aka, arzonroqligining sababi mana shu roliga men aytgandan qo'yilgan. Ha, oq roligi. Ha, arzonroq. Mana o'zi ochishsa mana. Ko'ryapsiz, o'ynab. Ha, to'g'ri, tushunarli. Gap yo'q. Ha, klientlar o'zi tushuna oladi aka. Uchkalari temir, termoylari burukra, arzonroq mebel so'raganlarga bundan ham qilib bera olamiz. Polkalari bor buni ham. Bosh tomonlari matchalka material qilingan. Ichlari mana aka chuqur qilib ishlangan 35 sm. Podsvetkalari yonib o'chadi. Sofa sondolari bor aka buni ham. Sofa sondogi 400 ming so'm, bunisi 300 ming so'm. Aytilgan narxdan chiqarsa bo'laveradi. Tushunarli. O'rtalari polka qilib ishlangan, sifatli mebel so'raganlarga qo'rqmay tavsiya qilamiz aka, xudo xolasa biz. Gap yo'q. Bular yarim sonda bo'ladimi? Ha, aka, bular yarim sonda qilib ishlangan. Bularimiz yarim sondalik mana. Gap yo'q, bo'ldi, tushunarli. Xo'p, Qudratullo buni necha pulga berasiz? Xo'p, buni narxi aka 7 million 800 ming so'm, aytilgan narxdan 300 ming 400 ming chiqarsa bo'laveradi. Ha. Ular kerak emas desa. Ha, bular kerak emas desa, aytilgan narxda chiqarsa bo'laveradi. Gap yo'q. Xo'p, menimcha juda ko'p ishlarimizni ko'rsatdik Qudratullo. Laminatlikdan juda chiroyli sifatli ishlarni ko'rsatib o'tdik. O'ziga aloqa chiqishaveradi. Qudratullo, ishlarga omad. Sog' bo'ling. Xo'p, do'stlar, ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.